Ahror Alixonov haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Ahror, familiyasi Alixonov. Timur Alixonovning ukasi, bloger va qo'shiqchi. Millati o'zbek. Sirdaryo viloyati Guliston shahridan. Bo'yi 1.90 cm. Oilada 5 kishi. 2004-yil 30-oktyabrda tug'ilgan. Sigma bola, uxlashni yaxshi ko'radi. Bonuni yigiti bor qo'shig'ining muallifi. Undan tashqari yana 5 ta qo'shiqlari bor. Eng yaxshi ko'rgan youtuberi Paradevich. 5 yil Moskvada yashagan va shu vaqtda blogerlikni boshlagan. Shahlo Ahmedovani yaxshi ko'radi. Husanovning fanati, raqs tushishni yoqtiradi. Bonamur bilan yaqin do'st. Maxsus rasmga tushish uslubi bor. Dengizni yaxshi ko'radi. Uzum tezkorning ambassadori, gitara chalishni biladi. Sayohat qilishni yaxshi ko'radi. 5 dan ortiq davlatlarga borgan. Oversize uslubida kiyinishni yaxshi ko'radi. Telegram kanali bor va u yerda 3000 tadan ortiq obunachiga ega. Botanika bog'lariga borishni yaxshi ko'radi. Umida Odilova bilan klipda qatnashgan. Rus va ingliz tillarini biladi. Yangi tam rubrikasiga ega. PUBG o'ynashni yoqtiradi. Mem yo'nalishi bo'yicha ham videolar qiladi. Twitchda ban olgan. Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'i Lil Peep'ning Star Shopping qo'shig'i. Tanish bilish uz agentligida ishlagan. Morgenstern va Skriptonitni qo'shiqlarini yaxshi ko'radi. TikTok trendlarini ham olib turadi. Konsta bilan duet aytgan. Sochini jingalak qildirgan. Sport mashinalarini yaxshi ko'radi. Negativlarga e'tibor bermaydi. Asosan Dudosh bilan vaynlar oladi. Institutda o'qishni xohlamagan. Eng cringe bloger deb o'zini aytgan. Jonli qo'shiq aytishni ham yaxshi ko'radi. Internetda qanday bo'lsa, hayotda ham shunday. Musiqaga yoshligidan qiziqqan. BTSni yoqtirmaydi, rap yo'nalishini yaxshi ko'radi. Arsenalning fanati. Yulduzlar aybdormi kinosiga taqlid video ishlagan. Eng yaxshi ko'rgan shahri Kaliforniya. Har xil rangdagi kiyimlar kiyishni yoqtiradi. CS2 bo'yicha turnirda qatnashgan. Futbol o'ynashni yaxshi ko'radi. Kiber Kakletka nomli qizni KSda yutgan va u qiz botligini tan olgan. Eng yaxshi ko'rgan obrazi Joker. 24 soatda obunachi yig'ish challenge-ni o'tkazgan. Bir kunda 25 ta bloger bilan ko'rishgan. Yaxshi ko'rgan qizi yo'q. Vietnam va o'zbek zooparklarini solishtirib ko'rgan. Abuzer bilan ovqat tayyorlashgan. Blogerlar bilan mafiya o'ynagan. Qizlarni o'rash bo'yicha lifehacklar ko'rsatgan. Eng yaxshi ko'rgan ovqati KFC. Kostyum bilan shortik kiygan. Magic City'da Ronaldoni qidirgan va u bilan rasmga tushgan. Sigma stream qilgan. Eng yaxshi ko'rgan ovqati tuxumbarak. O'zining YouTube kanali bor va u yerda 150 mingga yaqin obunachiga ega. Nike brendini yaxshi ko'radi. Hamdam Sobirovning kliplariga reaksiya qilgan. Baburello bilan eng chuqurroq joyga tushish bo'yicha challenge qilgan. Umida bilan 10 ta kulguli rasmlarni qaytarib ko'rgan. Maktabda yaxshi o'qimagan. Jismoniy tarbiya fanini yaxshi ko'rgan. Eng yomon ko'rgan fani esa matematika. 18 raqamini yomon ko'radi. ASMR videolarini ham olgan. Sigma mashqlar qilishni o'rgatgan. Marvel kinolarini yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan super qahramoni esa O'rgimchak odam. Omonxon bilan baqani suvini ichib ko'rgan. Tug'ilgan kunida o'rtoqlar noodatiy tabriklashgan. Suzishni biladi. Instagramda 160 mingdan ortiq obunachisi bor va 300 tadan ko'p postlar joylagan. Yomg'irni yaxshi ko'radi. Harry Potter kinosini fanati. Odatda juda kech uxlaydi. Instagramda ilk postni 2021-yilda yuklagan. Shaxsiy hayotini sir saqlashni yaxshi ko'radi. Spotify va Yandexga qo'shiqlarni joylagan. Maymunlarni yomon ko'radi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va YouTube kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.